Mana o'sha eng trenddagi vaflimizdan olib keldik mana. Jiyanim bugun aka hayitliga mana shundan olib bering dedi. Mana bir karobka olib keldik. Bitta ochib ko'rsin-chi endi ukam. Bismillahirrohmanirrohim deb ochamiz. Anvar, sen kuchlisan, Bahodir, Jaloliddindek kuchli bo'l. Birinchisi. Lazizbek, bu futbolist Messining eng yaxshi ko'rgan vaflisi. Chiqmadi-ku. Ye, suyu. O, geylikladi bitta. Aka, sizni yaxshi ko'raman. Katta bo'lsam geylik olib beraman. U yaxshi niyat lekin. Ana. Qobil, o'rtoqlaringga darslarda yordam ber, sen musobaqalarda albatta yutasan. Qaray. Ishlaringni qil. Katta bo'lsang dizayner bo'lasan. Gullar. Ustozim, siz eng chiroyli va aqllisiz. Oho. Ustozlarni yuborib qo'yamiz. Lambar. Asad, dadangga aytganini qil. Katta bo'lsang Lamborghini olasan. Oo, Xudoga shukr. Nechmi? O 5.000 chiqdi. 5.000. Birinchi yutug'imiz. Bu yopishmaganidan bilinibdi. Yana haliga opa. Yana o'sha opa chiqdi. Egizak shekillar bilan. Yasmina, faqat 5 baholarga o'qisang, sen maktabda direktor bo'lasan. Birinchi yutug'imiz. Sekin kattalashsa kerak endi. $10. Nima chiqmadi? Chiqarib o'ylabman.